gender tengligi niqobi ostida qilinayotgan fikrlarni oqibatida Yaponiyani misol qilyapsiz, Rossiyani ko'ring, Fransiyani ko'ring. Yiliga odamlar 1 milliondan kamayapti. Ko'payish u yoqda tursin. Kamayapti va juda ko'p intrigalar, musulmonlarga nisbatan qilinayotgan intrigalarda mana shu siyosiy omil yotibdi degan siyosatchilar bor. Nimaga? Fransiyada 6 million musulmon bor. Ular ya'ni uzluksiz ravishda ko'payyapti. Ular demografiya fani bor, ha? Demografiyani ko'p mamlakatlarda taqiqlashadi. Nimaga? Ular kelajakni xulosa berishiga sabab bo'ladi. Va bular xulosa qilyaptiki, taxminan yana bir 50 yil, 60 yildan keyin, boring 100 yildan keyin tub aholini o'zi 80% musulmon bo'lib qoladi. Tug'ilishi o'zidan deyapti. Nima qilishimiz kerak degan ularda savol bor. O'sha masalada biz bu qadriyatni yo'qotmasligimiz kerak. Men o'zim o'qigan, bilgan asarlarda bizning asarlarimiz aytganimdek boshqa odam ishonishi majbur emas, e'tiqodiy masala. Kelajakda juda qattiq zulmlar bo'lgan paytida O'rta Osiyo xalqlaridan chiqqan yigitlar o'sha zulmni oldini oladi degan. Bizga aytgan.